Xo'p, keyingi oxirgi modal fe'llarimizdan yana bittasi need to qilishi lozim va qilishi kerak degan tarjima. Biror narsaga muhtoj bo'lsangiz, misol uchun I need to work now. Men hozir ishlashim kerak, ishni qilishim lozim. I need to clean the room. Men xonani tozalashim lozim. Men kerak zarur shart. Bu hech qanaqa buyruq ma'nosida ishlatilmaydi. Prosta sizga nima kerak? Misol uchun I need to have breakfast. Nonushta qabul qilishim kerak. Nonushta qabul qilishim muhtojman. Shunaqa ma'noda ishlatiladi. Ya'ni o'zingizga nima kerak bo'lsa, o'zingiz ehtiyojingizga nima kerak bo'lsa, o'zingiz nima qilishni xohlasangiz, need to bilan ishlatishingiz kerak. Yoki odamlar misol uchun nimadir qilishi kerak. Misol uchun odamlar o'qish kerak desangiz, must bilan buyruq berib qolasiz. Odamlar shunchaki o'qish kerak degan ma'no need. Odamlarga nima kerak? Odamlarga nimaga muhtoj odamlar? Ana shu biror narsaga muhtoj bo'lgan holatda need to ni ishlating. Ana shunday. Demak, need to ham xuddi shunday zamonlarga moslashadi. Hozirgi zamon bo'lsa, need to dan keyin doimo fe'l bir ishlatiladi. Eslab qoling, barcha modal fe'llardan keyin fe'l bir ishlatiladi. Inkor shakli bo'lsa, present simple yordamchi fe'llari do, does not, need to bo'ladi. So'roq shakli bo'ladigan bo'lsa, do, does ig'donga chiqadi. Kelasi zamon bo'ladigan bo'lsa, will, need to bo'ladi. Inkor shakli will, not, need to bo'ladi. So'roq shakli will ig'donga chiqadi. O'tgan zamonda yasayman deydigan bo'lsangiz, did bo'ladi. I needed to bo'ladi. Birinchisiga ed qo'shasiz. Ikkinchisiga did not bo'ladi. So'roq bo'ladigan bo'lsa did ig'donga chiqadi. 3 ta zamonda moslashadi. 3 xil zamonda. Hozirgi zamonda bo'lsa do, does bilan, o'tgan zamonda bo'lsa did bilan, kelasi zamonda bo'lsa will bilan moslashib ketaveradi. Buni bilasiz. Chunki boyagi men aytdim ham zamonlarda moslashtirdim, bu ham xuddi shunday moslashadi. Misol uchun I need to clean. Men tozalay. I need to wear a dress. Men ko'ylak kiyishim kerak. Men ko'ylak kiyishga muhtojman. Ko'ylak kiyishim lozim degan ma'noda. Yoki I need to sleep. Men uxlashim kerak, uxlashim lozim, men uxlashim muhtojman, shunchalik uyqum kelyapti meni. Lekin agar bu inkor ma'noda ishlatiladigan bo'lsa, shart emas degan tarjimani beradi. Shart emas yoki qilmasam ham bo'ladi, hojati yo'q degani. Hojati yo'q. Misol uchun I do not need to study. Men o'qishimni hojati yo'q, o'qishimni keragi yo'q meni. Chunki o'qishga kirib bo'lganman. Yoki I do not need to work. Men ishlashimni hojati yo'q, ishlashim shart emas, lozim. Chunki yetarlicha pulni olib bo'ldim men. Rahmat, ishlamayman hozir. So'roq shakli sizga nimadir? Do you need to study? O'qishga muhtojmisiz? Do you need to wear uniform? Forma kiyishingiz kerakmi? Forma kiyishingiz lozimmi? Do you need to have a misol yozaylik mayli. So'roq shaklida do you misol uchun need to have a meal. Siz ovqat yeyishga muhtojmisiz? Ovqat yeb olishingiz lozimmi siz deb biror kimdan bir muhtoj ehtiyojini so'raysiz. Sizga nima ehtiyoj kerak bo'lsa, mana shu need to bilan berasiz. Ehtiyojlik. Bu asosan need to. Yoki o'tgan zamonda bo'lsa, menga nimadir bu endi o'tgan zamonda bo'lsa, xo'p, kerak edi degan tarjimani beradi. O'tgan zamonda o'zi edi degan tarjima beradi. Darak shakli egadan keyin needed to fe'l bir bo'ladi. Needed to. I needed to study. Men o'qishim kerak edi, o'qishim lozim edi. So'roq shakli bo'ladi, inkor shakli bo'ladigan bo'lsa, did not plus need to fe'l bir ishlatiladi. So'roq shakli bo'ladigan bo'lsa, prosta tak did ig'donga chiqarsa, did plus subject plus need to yana o'sha fe'l bir. Ig'donga chiqish orqali did yasaladi. Kelasi zamoni bo'lsa, will kerak edi. I needed to misol uchun wear a dress. Ko'ylak kiyishga lozim edi, ko'ylak kiyishga muhtojman yoki I didn't need to study. Men o'qishim hojati yo'q, shart emas edi degan tarjimani beradi. Bu need to sizni ehtiyojingiz, sizga qanaqa ehtiyoj kerak bo'lsa, need to ishlatishingiz kerak. Endi keyingisi bu oson juda. Oxirgisi o'zi ko'p tugamaydi. Mana bu would ham o'tib qo'ydik sizlar bilan. Would bu xohish, istak. Xohish, istak. Xohlayman degani. Egadan keyin to'g'ridan to'g'ri would fe'l bir ishlatiladi. Inkor shakli egadan keyin mana bunga wouldga not qo'shilib yana o'sha fe'l bir yasaladi. So'roq shakli bo'ladigan bo'lsa, would plus subject plus fe'l bir yasaladi. Xohish istagi sizda. Misol uchun nimani xohlaysiz? I would love sleep. Men uxlashni xohlayman. I would love sleeping. Subject would fe'l. I would love sleeping. Uxlashni xohlayman. Men istagim uxlash. Yoki ular deylik, I ko'payib ketyapti. They would like a cake. Ular tortni xohlaydi.
asosan would love, would like yoki would hate yoki would dislike bilan keladi. I would study, men o'qishni xohlayman yoki I would like, men shuni yoqtiraman. I would love, men shu ishni qilishni sevaman yoki biror kishidan so'raymiz. Would you like degani xohlaysizmi, yoqtirasizmi, istaysizmi degan. Would you like eating? Would you like eating, yeyishni xohlaysizmi? Yoki Would you love reading? O'qishni xohlaysizmi? Agarda love like dan keyin keyingi fe'lga ing qo'shilsa, eslab qoling, shu yoki ish degan tarjima. Yesh, o'qishni xohlaysizmi? Ishlashni yoqtirasizmi? Yoki kino ko'rishni xohlaysizmi degan ma'noda. Xohishsiz, sizni xohishsiz. Xohlamasangiz I would not like. Xohlamayman. I wouldn't like, yoqtirmayman. I wouldn't love, sevmayman degan ma'nolarda would ishlatiladi. Asosan shu grammatika. To'liq yozib olsangiz bo'ladi.